Kuni kecha Toshkent viloyatida shu avtomobil yo'llari qo'mitasi raisini sayyor qabulda ishtirok etdim. Bunda O'rta-Chirchiq tumanida Galavator mahallasidan o'tgan avtomobil yo'lida o'sha yetishmayotgan yo'l chiziqlari, yo'l belgilari to'g'risida murojaat qildim. O'sha muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, bunda yog'ingarchilikda o'sha yo'l belgilarini ayrim joylarda ko'rinmasligi, maktab bolalari yo'ldan kesib o'tish natijasida avariya holatlarini yuzaga keltirish hamda avtomobillar qarama-qarshi bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketayotgan holatlar ham ancha kuzatildi. Murojaatim natijasida yo'l xizmati xodimlari kelib, yetishmayotgan yo'l belgilarini o'rnatishda hamda yo'l chiziqlarini qaytadan chizib, maktab bolalari uchun xavfsizligini ta'minlash, yo'l harakati qatnashchilari uchun ancha qulayliklar yaratildi. Shu munosabat bilan o'sha murojaatimni yo'l xizmati xodimlari ijobiy hal qilib berishdi. Avtomobil yo'llar qo'mitasi raisini Toshkent viloyati bo'yicha sayyor qabulida qatnashdim. O'zimizni O'choqli MFIga svetofor so'rab, maktab oldiga svetofor so'rab murojaat qildim. Maktab bolalari o'tganda qiynalishadi deb qilgan murojaatim inobatga olib, mana 2 kun ichida bizning mahallamizga ko'chma svetofor qo'yib berishdi. Murojaat inobatga olgani uchun avtomobil yo'llari qo'mitasi raisiga rahmat. Mana bizning muammomizni ijobiy hal qilib berdi. Ushbu ko'chma svetofor kunning o'sha maktab o'quvchilari o'tish vaqti o'rnatilib, hamda kechki vaqtlarda yoki tungi vaqtlarda yo'lning qatnov qismidan olib qo'yiladi. Baraka topsin, keyinchalik mana yo'lni qatnov qismidan narigi betiga o'tish qiyin, bolalarni, navaralarni o'tish qiyin bo'lgan edi. Mana o'sha xalqimizni murojaatiga binoan shu svetofor qo'yib berishdi. Rahmat, baraka topsin. Bizni 38-maktabimiz katta yo'l yoqasida joylashgan bo'lib, mana shu dars jarayonlarida bizni maktab ayniqsa ertalabki soat 7:30-8larda bizni o'quvchilarimizni katta yo'ldan o'tishlariga juda ham bizda katta xavotir tuyulardi. O'qituvchilarimiz bu yerda navbatchiliklarda turishardi. Lekin hozir mana sayyor qabulga biz murojaat qilgan edik. Bizning murojaatimiz 2 kun ichida ko'rib chiqilib, mana bugun bizga yo'lovchilar o'tish yo'lakchasi hamda svetofor o'rnatib berishdi. Fursatdan foydalanib avtoyo'l rahbarlariga hamda tashkilotchilariga o'zimizda juda katta minnatdorchiligimizni bildiramiz.